Assalomu alaykum. O'zbekiston mamlakatlik Diniy tarbiyat ham sport universiteti Nukus filialining bilimlendirish safhasini qadag'alash bo'limi tomonidan filialda 2024-2025 o'quv yili davomida bilimlendirish sistemasini yo'lga qo'yish maqsadida o'z ish rejasi ishlab chiqilib, usul ish reja tekarida tumandagi жұмыстар amalga oshirildi. Bundan tashqari, filial direktorining Arnavli byuro tekarida kafedralarning o'quv metodikalik iskerligining normativ huquqiy tekarida amalga oshirilayotgan o'rganish maqsadida ishi topar tuzilib, ishi topar a'zolar tomonidan kafedralardan o'quv metodikalik iskerligi o'rganib chiqildi. Iskerlik davomida aniqlangan qat'iy kamchiliklar filial kengasida dodalanib, aniqlangan qat'iy kamchiliklarni saqlashtirish bo'yicha har bir kafedra kesimida ish rejalari ishlab chiqilib, usul ish reja tekarida o'quv yili davomida жұмыстар alib borildi. Bugungi kunda filial ilmiy potensiali 30% quraydi. Filialda ilmiy darajali bo'lgan professor o'qituvchilarning salmog'ini arttirish maqsadida har bir kafedra kesimida 2025-yilda kafedralarni rivojlantirish bo'yicha kompleks ish rejalari ishlab chiqilib, o'sha kompleks ish reja tekarida har bir kafedraning maqsadli ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. O'sha maqsadli ko'rsatkichlarga muvofiq har bir kafedra professor o'qituvchilarining ilmiy iskerlik bilan shug'ullanuvi respublikalik ham xalqaro ko'lamdagi Jo'qorg'i attestatsiya komissiyasi quromiga kirgan jurnallarda ilmiy maqolalarni jariyalash bo'yicha tushuntiruv жұмыстары alib borilib, bu bo'yicha jo'qorg'i tajribaga ega bo'lgan ekspertlar tomonidan filial professor o'qituvchilari uchun seminar treninglar ko'rkamlashtirildi. Filialda xalqaro birga ishlashuv iskerligini jo'xorlatuv maqsadida dunyoning top minglig'iga kirgan jo'xori o'quv o'rinlari bilan o'zaro shartnomalar tuzilib, usul shartnomalar tekarida 2025-2026 o'quv yili uchun o'quv bag'darlamalarining xalqaro standartlar darajasida ishlab chiqish жұмыстары amalga oshirilmoqda. Filialda ta'lim bag'darlarining ag'imdagi o'quv yilida o'quv adabiyotlarining ta'minlanganligini arttirish maqsadida professor o'qituvchilar tomonidan 2024-2025 o'quv yili davomida 16 saboqlik 5 o'quv qo'llanma, 3 o'quv metodikalik qo'llanma hamda 2 monografiya basmadan chiqarildi.